Assalomu alaykum Farg'ona Biagomus Akagomus hurmatli kuzatuvchilari. Inshaalloh 28-oktyabr 2025-yil xolimizga havolar zo'r bo'lib turibdi. Mana o'zimiz Nanaykaven yangi mahsulotimizni o'sha ishlab chiqarish sexini oldamiz. Bularda hamma rekomendatsiyalar bor. Oldingi videolarda ko'rsatganmiz. Bugun endi hozir anchadan beri o'zimizni tajriba uchastkamizdagi uzumlardagi gullarning holatini bir qator ko'rsatmoqchi edik. Hozir mana gullarimizni, globus gullarimizni holati, oldingi gullar qaranglar, katta bo'lib ketgan. Mana globus gullarning holati. Mana go'zalligini qarang, bu boshqacha ekan. Bunisi ham boshqacha. Endi xabarlaringiz bor, bu uzumimiz kaltaga olib keldik. Havada mana ko'ringlar. Tepaga chiqib ketdi. 4 metr shunaqa. Bunisi salkam 4-5 metr oldi. E'tibor beringlar. Bunisi 2 metr. O'zi aslida qurilish qilayotganimizda yerlar nimjon edi. Mana avatar uzumlar, avatar uzumning holati shu bardoq bo'lar ekan. Mana ko'ringlar. 3 metr. Bunisi salkam 5-6 metr. E'tibor beringlar. 5-6 metr. Hakikaten uzum sinadim. Effekt zo'r. Buni oralarida xabarlaringiz bor. Shuding boding ekanlik. Endi vaqt ketdi. Ro'yli bo'lib, hatto hali ham amali bor. Mana e'tibor beringlar, mana amali bor. Ya'ni degani bakteriyalar ishlayapti. Yer tarkibi ham xudo xolasa zo'r bo'lib qoladi. Mana murojaat qilaverasizlar. Hozir Kulpinoyga berdik, qalampirlarga berdik, pomidor ko'chatga berdik. Effekt zo'r, kolosalniy. Mana murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha maslahat berib, mahsulotni beraveramiz. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Sog' omon bo'linglar, tinch bo'linglar.